Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulihil kerim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena heb lena min ledunke rahme ve hiyyi lena min emrina reşede. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. Hazır Beni İsrail'e Allah Teala ataqi ayetlerini esletişini buyuruyordu. Yani sorğun ki dedi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sel deganning ma'nosi so'rag'an demakchi. Aslida is'aldan kelib chiqqan. Fanuqilat fathatul hamzati ila sini ba'da hazfiha. Hamzani olib tashlatdi. Hamzaninki ustidagi zibar bu harakat hazır undan keyingi sin harfiga o'tkazib ketdi. Bu sarfdagi mush qoidadan bu. Vastughniya an hamzatul wasl. Andan aş hamzatul waslni olib tashlatdik dedi. Sa'ala deganki boshqasi sa'ala shunami es'alti. Al deganiki hamza ustidagi zibar singa o'tkazib ketdi. Andan hamzatul waslga if'al deganki alif hamzatul waslisi o'chib ketdi dedi. Buni g'ajat qilmadi dedi. Fasara sal. Yani bu mushu keyingi sarfshunoslikning qilgan tahlili. Uni nahvchidan biz o'tirib, menda qoidasi kirib, menda elib tashlatimiz, menda bu bunda qilgan narsa emas. Arabda shunda sal deb ishlatib kelgan ahvol bo'lgandan keyin bu nahvshunoslik boshqa normal ahvoldagi qoidalarda tekshirib kelsa, bu isal deb ketdi, sal kelib qoldi. Bunda qoidasi o'zi tuzgan qoidasiga tushirib bir narsa deb bakka yerim. Uzun tavcih ham. Bo'lmasa bu simoy shunda kelgan desang bo'laverdi. Bo'lmasa mesela Arablarning jahiliyat vaqtida undan ilgari arab til tadqiqotida bo'lgan olimlar buni isal deganni shunda yasab, yani buning matrifga harakatni o'tkazib, ani ilib tashlatib manda qildik deb qilgan yo'q. Va huwa amrun lirrasuli aw likulli ahad. Amrun lirrasul bu buyruq darhol nima qilishda Rasululloh xitob. Chunki Qur'on va yaqinni Rasululloh tushgan bo'lg'achqa Rasululloh xitob deymiz. Yoki har qanday bir mu'minga xitob bo'lishi mumkin. Yani so'rab baqqan ey mu'min Bani İsrailni bularga biz ato qilgan ne'matni oyatini qanchalar oyatlar bor so'rab baq. Va huwa su'alu taqri'an. Bu bir xil kayishni bildirgan savol. Tapım alamat, kayishni bildirgan savoldir. Xuddi o'g'liga masalan men sana nesbul xajlab bo'ldim. Deydiga, qilmayapti, nesbul xajlab bo'ldim, nesbul xajlab bo'ldingiz, menga deb deyishni xushni xohlamaydi. Lekin bu bir xil kayish, tapım alamat qilishdan iborat dedi. Taqriya degan shu tavbih yoki unda qattiq tegish degan ma'noda. Demak, bo'ldan javob kutadigan bir savol emas bu. Faqat kayish uchun deyilgan so'z. Kama yusalul kafaratu yawmal qiyamah. Xuddi kafirlar qiyomat kuni, men sen qanday nima bergan deb hisob so'ralgandek, bu so'ralashmi qiyomat kuni ular javob bersa qanchalik ne'mat ato qilganini bilish uchun emas, Alloh taptani qilib malomat qilishga iborat. Sel bani İsrail kam ataynahum min ayatin bayina. Yani Bani İsrail'den so'rag'inki, ularga biz qanchilgan aniq oyat, yani mo'jiza desak bo'ldi, shuni ato qildik, buni so'rab baq. Ala aydi anbiyaihim, yani payg'ambarlarining qo'llarida qanchilgan mo'jizalarni berdik dedi. Ayat deganni yani mo'jiza deb tafsir. Bu bir xil tafsirimdir. Mo'jiza deb. Aw min ayatin fil kutubi shahidatin ala sihhati dinil islam. Yoki kitoblarda Tavrat, Zabur, Suhuf İbrahim va Musa degandek masalan, shu Bani İsrail kelgan kitoblarda, Tavrat, Injilda qanchilgan islom dinining haq ekanligi, to'g'ri ekanligi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki haq payg'ambar ekanligi, bununla işiniş gerekli hakkında nurgun ayetlerini ekeldik dedi. Ve kem istifamiye, yani kem ateyna diyene müşahede istifamiye dedi. Ondan iken sel'nin mef'ulun bihi oldu. Sel kem ateyna diyen manda. Nimini sorgan ise kançılık bundan mukbad deb sorgan diyen manda. Ya ki habariye dedi. Habariye olsa yani ateynahum ayetin kethira. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ Bununla kelgendin keyin kimki Allah Teala'nın nimetini almıştır vesse, üzgertir vesse, ni'met degan sözmüş. Yani şu kesb degan sözge okşap kaldım abi. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ Ayet kem atayna min ayetin bayina degan ekan, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ dedi. Xuddi aş ayetler bir xil nimet. Bu mu bir xil majaz. Nima uchun aş ayet hidayet sebep bo'lgan narsa. Sebeplik münasebet olğaçqa aşını ne'mat deb atadi. Duamı aşında mağfirat ba kazanı kesib qildigan
Aşını erişilgan narsa olğaçqa duanı kesip dep atagan. Hazır mı yada aşağı ayetini nimet dep atatıdı. Hiye ayatuhu bunu. Nimet deganni ayet dep tafsir qildi. Ve hiye ecellu ni'metin min Allah. Bu ayetler Allah Teala'nın huzuridan kelgan en katta nimetler hesaplandı. Allah Teala'nın nimetleri köp. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Lekin muş nimetlerin içinde muş intayin katta nimetler. Nima uchun? Li'annaha asbabul huda ven necati minad dalale. Çünkü bu azgınlıktan kurtulup hidayetke erişildiğin bir sebep bo'lğaçqa bu en katta nimet. Ve tebdiluhum iyyaha emdi ulanın aş nimetini almashtırıp etişine ibaret. Ennallaha azharaha litekun asbabudahum. Allah Teala aş nimetlerini yani aş hidayet sebep olduğun mucizelerini aşula hidayet tip kılamiki dep ular bergente. Fecaluha asbab dalaletin. Ula aşını Tətü işlətib, bunu azğınlığının səbəbi qılıb oldu. Bunu tanıdı, bunu təfəkkür qılıb baxmadı, təhlil qılıb baxmadı. Demək, nimetini bu bir xil azabqa almashtırıb etkəndək oldu. Kəqavlihi fəzədətum rizsən ilə rizsihim. Xuddi bu, mana ayətdə fəəmməlləzine fi qulubihim maradun fəzədətum rizsən ilə rizsihim. Fi qulubihim maradun dedi. Yəni, bunlar münafıqlar. Kalbi hasta. Bunu münafık olan iken fezadetum rizzen ila rizzen degene onun münafıklığın üstüne takım münafıklığın ağıttı deydi. Mesela iman Yezid ve Yunus deyimiz var. Yezid diyen iken kutuman nepaklık mı? Ondan kemiden ağıdığa onda hallet. Küfür mü aşında desek bunun küfürü ya ki nepaklığı, münafıklığı üstüge yani münafıklığını koştu deydi. Demek bir şey nepakını rizde batıdı. Çünkü ikisinden de çetişlik var. Yubaddil de keltirishda ham shunday chiqishni o'rni almashtirib etganlik. Shu yubaddil deymiz, boshqa shuni desak bo'lmaydi. Ya'ni almashtirib etish deb tafsir qilamiz, ya tarjima qilamiz. Bu ne'mat nima? Ne'mat deb tarjima qilamiz qilgan chaqda. Ne'mat deb tarjima qilib, buni bunda ne'mat deb atadi deb bunda tushunishda, bunda tushunib olsak. Endi bu rizq mushoyatda masalan nima uchun rizq deb atadi munofiqlikni? Munofiqlik ham bu bir illatdan, bir paskinlik bu. Ya'ni iymon bilan nima qilsak, iymon degan to'g'ri. Pakizlik, saplik, qaniyatlik, nima nifaqlik bir xil kesel illat. Bir normallik bu. Davonkin boshida pakizlikning qarshiligida meynechilikdek. Yoki bir tarafdan bunda rizq degan bu bunda do'zaxga loyiq degan bo'ldi. Rizqning bir necha ma'nosi var. Birisi shu meynat degan bo'ldi. Innamal khamru val maysir val ansabu rizqun min amali shayton deganda. Aw حرفوا آيات الكتاب الدالة على دين محمد صلى الله عليه وسلم. Tebdelu deganni hozir yana bunda. Bunda oyat deganni mo'jiza kitobning oyati dedik-ku. Hozir hamda ikkinchi tafsir nima qilsak, yoki kitobning oyatlarini, ya'ni Tavrat, Injilning oyatlarini biz ne'mat qilib bergan shu oyatlarni burmilvatdi deydi. Qaysi oyatlarni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber ekanligi, muşan ergish kerakligi, undan boshqa nurg'a oyatlar mesela. Zina qilganning hukmi emas, jazoni masalasi va akaza jiqin. Min ba'di ma ja'atu. Ashuningga kelgandan keyin bu ne'mat ashuningga keldi. Kelgandan keyin almashtirib etdi. Min ba'di ma'rifa kelgandan keyin bu tunidi buni. Tunidi va sahhat indahu bu to'g'ri Allohdan kelgan mo'jiza bildi buni. Li'annahu idza lam ya'rifha fa ka'annaha g'oiban. Çünkü bilmeyen bo'lsa, bu xuddi buning kelmagandek. Kelganligi to'liq zodi ashunun mo'jiza ekanligini uqib, isbotlanib, Allohning huzuridan kelganini bilib bo'lgandan keyingi gap. Fa innalloha shadidul iqob. Demak, ashunda bilib bo'lgandan keyin buni almashtirib etgan kishiga qarata Alloh taolo jazosi og'ir zotdir yoki azob uqubati intayin qattiq zotdir dedi. Ya'ni shuningga loyiq bo'lganlarga Şimdi 212. ayet Züyyine lillezine keferul hayatud dunya. Kafirlarga dünyavi hayat bezep verildi dedi. Zinnetlendi, bezeldi dedi. El muzeyyinu huve şeytan. Yani bir tefsirde bu zinnetlep verdiğine şeytan. Dünyanı kuldum bäme, resmen bol, hecleme, çan sıkıval dep munda nima qildigan? Yoki butun shu huzuralar va dunyoga berilgan, butun diqqating shu bilan bo'lsin, boshqalarni senmi ko'z qil, boshqalarni nima qilgandek, bu deb shundalam bizib birdi. Zayyana lahumud dunya va hassanaha. Demak, shayton ularga dunyoni zinnatlab berdi. Güzel ko'rsatib berdi ularning ko'ziga. Bivasavisihi, ularning dillariga vasvas silish orqali. Chunki yana bir oyatda la uzayyinanna lahum fil ard. Ama fala uyannahum. La uzayyinanna lahum degan ekan, shayton desak shudir. Va habbabaha ilayhim fala yuriduna ghayraha.
Demek aşını ulağa nihayet suyumlu kılıp, amrak olduğun şekilde kılıp kösetti. Bunda abandıkken ula dünyadan başkanı halmaydıgan bulup ketip kaldı. Ya ki bu zinnetlep güçü Allah Teala desek mi buldu? Yahluku şehvet fihim. Ula da dünyanı yakış gördüğün, amrak olduğun hayiş, tabiatni, mayillikni ve şehvetni yaratgan boğaçka Allah Teala zinnetlep desek mi buldu? وَلِأَنَّ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ مِنْهُ. Çünkü yana hem kainat şunundan minhu degan daha qaytadadır Allah Teala'ga. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ زَيَّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Zeyyene degan qiraat kepti. Qiraat kelgandikan zeyyene mishada Allah Teala. Çünkü Allah Teala'nın ismi aldı ötken. فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ yani zeyyene dese Allah Teala'ga vardı. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Kapırlar müminlerden meskhire kılışıdı, zanı kıldı, kemstişidı. كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبٍ وَنَحْوِهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Mesela Bilal, Mesud, Ammar, Suhayb aşında müminlerinki şu Mekke'deki Müslümanlar aciz vaktida müminlerin fakirleri vardı. Şoldan meskhire kılıp türtte Mekke müşrikleri. Ey la yuriduna gayra dünya ve hum yeskharuna mimmen la hadda lehu fiha. Demek bula kafirlarga dünyanın zibizinliti, mal dünya, yüz abroy ve hakazalar çiraylık kılıp köstildi. Bu amrak olduğun önde kılındı. Kigandiken bula dünya amrak boğaçka dünyadan taz bahraman bolmagan, dünyaya berilmegen, kol ilkide unda dünyavi nasile bolmagan fikir müminlerini zanlık etidir. Zanlık etişimi şu dünyaya şuna dünya çok bilgenligini. Ağanın kolduğu dünya bolmagan iken bula müşünde adamlar da zanlık edilen bu. Münafık olmuş mı ya? Kafirlerin sütazı. Mekke müşrikleri kıga iş bu. Ey la yuriduna gayra dünya ve hum yeskharuna mimmen la hadda lehu. Demek ular dünyadan başkını halamaydı hem dünyaya anca erişmegen la olab qalsa onu meskhire qiladi. O mimmen yatlubu gayraha yoki dünyadan başkınasını yani ahiretni ko'zlaganlarni meskhire qilishadi. Vellezina ittaqav. Müslümanlar eğer muşunda işni qilsa, kafirning qilmishini do'rigan bo'ldi. Yani dünyanı çoğun bilip, bütün dünyaya verilip, ondan dünyanın dost tutmagan, takvadar, zahid, mümin olup qalsa bunu meskhir qilsa, bu çağda kafirning işini qilgan bo'ldi. Demek bu Müslümanning qildiği iş emas. Şu dünyanın ko'zlab yashaydigan bunda kafirning qildiği iş. Müslümanlar cemiyetinin başında ma'lum kişiler mesela dünyanın dost tutmay yaşap senin qilganini sopolab ketdi falan. Anda derviş olup gitken, derviş dünya oldu deb mesela onu kabullaydigan mesela. Onu yaqtırmaydigan, dost biradırın otursun geçenlerine vallahi. Bulam hozirgi vaqtida shunda aytiladigan tarki dunyo olib ketdi degan odamni unda haqiqiy o'lchamdagi unda zohid bo'lmasligi mumkin. Yani avliga nisbatan azroq, ama buni azroq topsaqmi bo'ladi, mandaroq yasaq bo'ldi deganlarni zohid deyish mumkin. Mesela endi manda bir ahvol bor ekan. Mesela bazı kırımdaşlar ticaretninkina turlarini olib ketganlikdan buningda saqtiblik, yolg'onchilik, yolg'onchilik bo'lib ketganlik sababidan ma'lum mashina tijorat, ma'lum ishni qilmayotgan. Yo'q, shunda men mujoyib qilib topganimdan az tepib, halol topar. halol tepib men shuni yiroq bo'lma deb har turli sabablar o'zi o'yinlab hamda. Uni boshqalar yo'q bu. Bunda amasab turib olgan. Shu sababdan hatta ba'zi birodarlar o'qituvchilar to'qinishlar bor. Hozir tijoratda shu ko'pincha ishlarda harom aralashadi. Haromdan saqlanib bo'lmaydigan holatda tas. Nonkin ba'zi kishilar shu gumonliq tijoratni qilmayli, shubha aralashgan tijoratni qilmayli deb qilmaydi. Bu hamda man ittaqash shubuhat faqad istabra li dinihi ardi. Man hama havla al-hima yushiku an yartafi. Bundan zaten saqlanish kerak. Yani zohidlik deganimiz hamda dunyoni do'st tutmaymiz. Dunyo bu g'oya emas. Lekin dunyoda halal rizq tepib, halal haydlab, haqqini ado qilib, zakatni berib, kambag'alning haqqini ado qilib, yaxshi ishlar sarf qilsa bo'ladi. Bu zohidlik degan shunday demasa, hozir o'lchamlar endi qo'shilib ketdi. Shu chaqda masalan, shu Bilal, Ammar, sahabalar barchaqda, Makkada, shu sahabalar kambag'al chaqda Abu Bakr, Osman bo'lib bayt. Uning zohidligiga ta'sir etmagan bu baylik. Demak, uning dunyo qo'li ditdi, dilida emasdi.
Ya en zahitlar şular. Mesela Abu Bakır şu Bilal'ın setilip azat kılıvetken. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا yani müşahede azar takvadarlık kıygan. Müşahede şirkten saklanganlar demek. وَهُمْ هَؤُلَاءَ الْفُقَرَاءُ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Emniyette takvadarlık kıyganlar kıyamet günü ağının üstünde durduğu deydi. Derisi yukarı. İttakav degen adır müşahede bütün mezmununu özü çaldı. İttakav azabellah mesela. İttakavanı şirk, ittakavanı masiye, ittakavanı inhmak fi dünya ve şehvatü dünya degende hemmini özü çaldı. Yani saklanganlı bular. Bular kıyamet günü aşu alıqa müminler yaratmagan aşu bedbaht kafirinin üstünde durduğu deydi. Liyennahum fi cennetin aliye. Üstünde oluşu bular yukarı mertebelik cennette. A kafirler olsa ve hum fi narin haviye. Çukudike dozakta. Vahaviye de bu. Vahaviye desin bulavurdun. Mence de koyun. Kim ya da? Narin haviye desek haviye süpüt oldu şu doza. Vallahu verzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah Teala xalığan kişilerge hesapsız bir ötüdü dedi. Rızık bir ötüdü dedi. Bi gayri hisab degen bi gayri takdir. Ya ki bi gayri takdir. Çıkısı buldu. Men çilek de hesablav jümastin. Ya ki takdir degen sıkılanmastin. Aynda bir ötüdü dedi. Men yeşâ dedi. Müslümanlar olam demedi. Şun kafirliği var. Bak bayılıp dünya. Kafirgin birdo, mü'mingin birdo. Xalığın kişilerge. Allahu ekber, Allahu ekber. Yani ennehu vessi'u ala men arada tavsiye aleyh. Keng taşa rızık birivtey digellerge keng rızık birivteydi. Kema vessi'u ala Karun ve gayru. Kudda Karun ve şunun oşaş kişilerge tarihten bu yana cık birivetkendek. Ve hadi tavsiye aleykum minallahi li hikmetin. Nadir bu aleykum diye nadir şu kafirlik hitap kılıvatıdı. İyi kafirler Allah Teala'nın sizlerge bunda keng berivitişi malum hikmet üçün. Bu bosumuz sizler nimet beriş arkalık asta kapağını destekleşti. İdrak diyen Allah'ın aşı azabı sebep bulduğun naçarlıkka, cinayetke asta tuydumaya ekleşti ibaret değil. Senestadircuhum min haythu la ya'lamun dedi. Cinayeti kabahatine eşip etken bedbahtını Allah Teala cinayetini tuyguzmaydı. Mesela keselmemi biriye ağrısa ağrık bu çoğun nimet. Ağrımasa kesellikimizi biz his kılmayımız. Ahırdandım öldüğün çağda vaycanda bilim şuduğun gibi. Ölüdüm. Ama ağrık olan diken keselinin destek basmışlarda keselden hava tapıdığın gibi. Şimdi biriye ağrık olan diken doktorga varılmaz. Ya bunda kesel fayda alıptı. Derhal tutuş kılıyordu. Ağrımasa öldüğün gibi bırakma. Yani bu adamını his kılışma bu intihar mühim. Demek bula aşkıyan cinayetini tuymay kalıdığı dedi. وَلَوْ كَانَ كَرَامَةً لَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهَا مِنْكُمْ Eğer şu cık mal dünya bir yetiştigen izzetleşti ibaret olduğun bolsa müminler izzetleşki en layık olan iken dünyada silah hemmin lazım bekrek mal dünya verilgen bulattı bay olarak etken bulattı ve onun iken silahı nispeten bu istidraç sonra cinayetini ve bunda günah kaldığında da bir sıkılışı bu birge onunla birisi mesela ittakıllah dese akadatul izzetul isim bu beni Allah'ın korktuğu ben kanda cinayet ne çatak çıktı mı da bu tuymağallık ha intan eğer bu bakhatarlık ya ki vallahi rızık men yeşâ bi gayri hesab mümin olsun kafir olsun halıgını birdo yani bazı müminlerge bağmasa onun derecesi tuyan ya ona hakaretmişke layık desanlı bulmaydı diyen bu şey çünkü mana Abu Bakr, Osman'da Abdurrahman ibn Avf mesela şunda sahabıganda katta bir vattı o müminlerden mu halıgını birdo kafirlardan mu halıgını birdo yani bunu müminlerge lam khas ya ki kafirlarge lam khas deb qılmamsak men yaşa deganga siga umum bo'lgan ekan. Demak, o'shandan bu dunyoda moddiy ahvolni bir odamninki martabaga yo fazilatga yoki jamiyatga o'rniga o'lcham qilib olmasi kerak deganni chiqadi. 213 kanan nas ummatan wahida. Endi bu yerda bu kishilar bunda o'lcham qilib bo'lmaydi. Endi kishilar hammasi aslida bir ummatdir deydi. Ya'ni bir İslamiyatda o'xshashli musulmon bir dindagi bir ummatdir deydi. Bütün insanlar yani şu öz vakti bütün insanlar müşündattı. Bu mesela Adem Aleyhisselam'dan tatip Nuh Aleyhisselam'a çedip qarılıptı. Ya ki Nuh Aleyhisselam'dan kimiga bile çıkılan Müslümanlar şu da qarılıptı. Demek bular şu bir din dedi, bir ummetti. Ya ki bazı tefsirde Allah Teala insaniyetin ruhani dünyada bunu ruhunu yaratıp durup misak aldığı ve akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetahum ve eşhedahum ala enfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala şehidna
Muşunu mu dep bakımdı. Kişiler aslı şu ruhani dünyada Allah Teala bunun ruhunu yaratkan çağda Müslümandı. Bulduğun şu çağda ahdaldı. Ama İslam'da dünyaya insan barıslar. Bazıları onların tanıdığım peygamber ivatime, bözüzlerini mutluma kitap ivatime şunu tanımayısın cuma mısın? Allah kelligini şu çağda yani itiraf kılısın cuma dese vay makul şunu aklımız sen bizden Rabbimiz. Keyin ondan dünyaya ivatken çağda bizi tanıması olur. Şuna küfür intan en cinayet. Bu benim kafir olan bu munda mı dozaktı munda kıyıpkış munda halidin fiha ve bu. Anda da bazının kötürenmedi bunu. Lekin bu aşu hem işini tapılap, takitlap, deyişip koyup durup kim etse yok ben tanımayım da duran. Xuddi zöccelleşkende kana qilmas, rasmiy hujjatlaştirib guvohlik qilgandan keyin etseniz pulni beramiz. "Ben pul oldim sen de tanımayman" deb bilan turasi bu intan qabishfa. Aşımamda Allah Taala mujna ahdini berib, onda söz bergandan keyin sen mening Parvardigorim emas, ilohim emas deb bilan tinib olganligi bu intan qabih jinoyat. Aslida o'shaning tabiatida bir xil iymonning nimasi bor. Ya aslida bor. Shu fitra. Şuna kulun mevlud yuladı alal fıtra degan şu ruhani dünya vaqtida şu çağda zade ko'ngilda Allah Taolani to'ydigan bir xil tabiat degan fıtra. Şu tabiatni yaratadi. Ondan uni uyda, maktabda, atizm tarbiyasi, xristianlik yanimi deb, ondan Yahudi, Nasara atizm qilib tarbiyalayotdi. Qanaqa ummatan vohidati bir ummat için olmaqda da şu Nuh'un ilgili olan ümmetin demekmi? Demek hazır bir şıkıl tefsirini dedik. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a yani Nuh Aleyhisselam'ın zamanında şu kimi çıkıp algan insanlarla bir din ditti. Şu çağda şunu saklagan. Kiyinkiler şunun neslinin takıldığı, Nuh'un mesela Yafas'ın Türk'lü çıktı degandek, ama milletler şunun neslinin peyda oldu. Şun disim buldu deydi. Ya ki insanlar ruhani dünyadan mesela bir ümmetti. Keyin adım dünya kelgandan keyin qanday net iman aytib buni arqli bo'lib ketdi. Fahtalafu degan bir şey so'zning nisbi bor. So'zning o'ramida bor. Chunki bunda qisqartirishli bor odatda arab tilida. Demak bu ixtiloflashdi. Har xil dinda bo'lib qolgandan keyin anda Alloh taolo payg'ambarlarni evatdi. Shu payg'ambarlarni anda boshqa dinga chirib asli tabiatini chiqarganligini qaytib akilish uchun, hidoyat qilish uchun payg'ambarlarni evatdi. Faba'atallohu nabiyyin. Ixtilof ochgandan keyin Alloh taolo payg'ambarlarni evatdi. Endi bu faxtalafu degan so'zning mishada hazf qilinib ketganligi, ko'ngilda zadim shunda ba deb o'ylashimiz kerakligini dalolat qildi. Qavlu taala yahkumu baynan nas fi maxtalafu fi. Yani mishada payg'ambar nima keldi? Ma sening xato, ma to'g'ri, ma xato bo'lmagan kilanlar deb hukm qilib, ahliga hidoyat o'rgatish uchun, yetaklash uchun keyin. Wa qira'at Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kana an-nas ummatan wahidatan faxtalafu. İbn Mas'ud bunda qiraat o'qidi. Faxtalafu degan so'z bor ekan qiraatida. Wa qawlu ta'ala wa ma kana an-nas illa ummatan wahidatan faxtalafu. Mayatmu shuni bildirdi ona. Aw kana an-nas ummatan wahidatan kuffaran. Yoki manda desak bo'ladi. 4-chi tafsirat. İlgirki 3 xil tafsirni bir tafsir deb qarasak, uni mu'min deb bir ummatda, ya'ni musulmon deb qilsak, 2-chi xil tafsir bo'ladi. Ya'ni kishilar hammasi kofirda. Demak, hammasi bunda kofir bo'lib ketgan. Ondan Alloh taolo payg'ambarlarni evatgandan keyin faxtalafu alayhim. Ondan ba'zi musulmon bo'lib, ba'zi yana kufr qilaverib, ondan ixtilof shu yerda bo'ldi degan bo'ldi. Wal awwal al awjah. Demak, hazf hozir xuddi keyin kelgandek ma'noda. Va ikkinchi tafsirga asosan tabatallohu nabiyyina faxtalafu. Yo'q, bu kanannas desak hozir kuffaran degan tafsirda bo'lsa, bu Adem Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam aralığını onu maksat kılmayız. Resulullah mesela ivatiliştin ilgiri yoki şu bazı peygamberler ivatiliştin ilgiri şu çağda aslında kafirdi. Anda şu peygamberlikler anda oğlunu bunda hidayetke başlap bazı Müslüman oldu, bazı kafirliği de kaptı. Andan iki tarafından oturup ixtilaf payda oldu. Lekin birinci şu soldaki tefsir şu bekrak çudu dedi. Yani emmisi Müslüman de başladı. Tabatallahu nebiyyine mübeşşirine ve munzirin. Müminlerge savabtın bişaret verdiğin, kafirlerge azap ukubetin bişaret verdiğin kılıp evattı. Ve huma halan. Demek manda halette evattı. Mübeşşirim ve munzirin halette evattı peygamberler. Müzgepin falan kitapta bu konuda diğerde de koymayın demişsin. Ama King tefsirlerde dedim. İlgili mesela Nesefi, Beydavi, Keşşaf, Aşu, Bagavi mesela. Aşu'nun hem Hulasligen King tefsirleri var. Mesela Ruhul Maani, Fethul Kadir, El Muharril Veciz,
Tahriratın bulan bütün ilgili tefsir Cemaşire manda deb qardı, Abu Hayyan manda deb qardı, Nasifi manda deb qargan deb hamma bir-birlab ekildi. İlgili mufassirlar nima masalan Dahhak, Suddi, Ikrima, Qatada, Muqatil manda deb qargan deb ekildi. Manda ancha-muncha kelib qo'ydi ba'zida. Nima deyin deblar? Bu tafsir bir ra'y kirdi shunami. Bir ra'y içirdi. Ya sahabından nasıl şu tefsir bir ra'y içirdi. Ma tefsir bir ra'y darisi kitapsır. Mesela 4. sözüne ekiliş fakat bir orunsuzluklanmış adıma diyorsun. Kanda orunsuz. 4. söz mü şudur? Kanen nas ummeten vahideten kuffaran deb. Ya mesela ümmeten vahideten febasallahu nebiyinin ümmeten vahideten peygamberin evatisini nima işte. Hemmisi Müslüman kiyen, hemmisi toluk cahil kitip beripti. Peygamberin evatisini nima işte. İbadetek solda çıkdı mesela alimler degendike. Ya undan sualı çıkdı. Çıkan bilan buni her xil aşında tushunish o'ttirib chiqqan. Bu savollarga javob berishi mumkin bu qarashga. Ra'y bo'lgandikan, kalam bo'lgandikan, bunda har xil shu gaplar eqib qoldigan yeri bor. Ummatan vahidatan degandike ya musulmon tilishimiz kerak ya. Chunki ummatan vahida deb bunda umma muslima vahida dedimi? Degandikan bir xilda dedi. Ana bu bir xil bo'lgandikan payg'ambar evatdi degandikan, ha bu shu kafir ekan, ondan payg'ambarni idoatchi evatdi degandek bunda shundan. Nas hozir o'sha bir xil siyol umum. Bu onda xos maqsad qilinganmi, umummi? Ma bir gap. Agar umumda insonlar bo'lsa, shu izohida Rabbika degan shudir. Bunun boshqa hammasi xos. Bu adam bilan Nuh aralığındaki insanların bir kısmı. Nuh'un zamanı kimdeki insanların bir kısmı. Başka peygamberlerin zamanındaki insanların bir kısmı. Bu bütün insanlar olmaz. En-nas diyen siga şu ayetin misak şudur. Demek bu keyin tefsirde mi malum urduma yok sıkırat kılınmaydı. Ve enzele ma'ul kitab. Yana aş peygamberler bilen billah kitaplarını kitap mesela cinsil kitap ha. Çünkü cık peygamberlerden düşügendiken bu neç kitap bulundu. Peki kitap şöyle ise bu kitap yani şu kitabın cinsi. Tevrat, İncil, mesela Kur'an, müşlerimiz kitap. Ey ma'kul vahidin minhum kitabı demek cinsli kitap olduğundan her birde özlüğe düşügen kitap var dedi. Bil hak. Hakkını bayan kılış bilen billah bunda şürpade dedi. Liyahkum Allah, liyahkuma beynen nas fi mahtalafu fi. Liyahkum diyenin faili hazır Allah'dır. Ya ki kitap. Aş kitap hüküm kılış için, ya ki aşu kitap nazil kılıngan peygamber hüküm kılış için. Bu hem mesela şu demde. Mesela şu üçlü tefsir şudur. Birbirine onda zitkep kılmaydı. Yani şu aş kitap hüküm kılsa Allah hüküm kılgan buldu. Peygamber hüküm kılsa aş Allah hüküm kılgan buldu. İnel hükmü lillah zuqa mesela. El hakem diyen sübtüba. El kitab ise aş kitap bağ hükümle bizlere kupurdu diyen. Ya ki Resul ise peygamber hüküm koydu oturdu şu kitap boyunca Allah'ın şu hüküm boyunca ve ma kana mu'minu ve la mu'minatin iza qadallahu ve rasuluhu emran ay yekuna lahumul khiyaratu min emrihim fi ma ihtalafu fi qanda meselelerde özara ihtilaflaşıp qalgan meselelerdir. Bu ihtilaflaşıp qalgan mesele ma din meselesi. Bu hadi derhal ya da dediğimiz din meselesi. Demek ma butqi ibadet qilsang bo'lmaydi. Manda-mandanız bo'lmaydi. Ma to'g'ri ma xatoda ma dinning to'g'ri naqni ayritdi deydi. Ellezî ihtilafû fîhî ba'del ittifâq. Bular başta hammasi musulmon bo'lib qolib, keyin bir qismida u dindan chiqib kafir bo'lib ketgandan keyin ixtiloflashib qoldi. Ixtiloflashgan mushu masalada hukm qilib qo'ydi deydi. Va maxtalafa fîhî yani uningda degan shu haqda illallazîna utuhu. Shu kitob berilganlar ixtiloflashgan dedi. Ay al-kitabul munazzal li izalatil ixtilaf. Yani shu kitobni ular berishda ixtilofni yo'qotishim aslida. Lekin bu kitobni ixtilofni avutishga ishlatib qo'ydi. Ular kitob nozil bo'lgan. Shu yubaddil ni'matalloh degan gap tushdi mana. Min ba'di ma ja'atuhum bayinat. Ani min ba'di ma ja'atu dedigo. Mana shu aniq, ro'shan dalillar, faktlar, isbotlar kelgandan keyin uni rasulligiga debdi. Ana shu mo'jizalar desak bo'ldi bayinat. Bag'yan baynahum. Demak buning qiyoshi nima? Bu bir-biriga zulm qilganlikdan bular qaytishmadi. Liharsihim ala dunya ve qillat insafim minhum. Bu dunyoga berilib ketganlikdan, dunyoga erismon bo'lib ketib, o'zini atqanlikdan, insof ozlab ketganlikdan bir-biriga unda tajovuz qilib, o'sallik qilganlik jihatdan ixtilof qildi. Fahadallohu allazina amanu limaxtalafu fihi. Demak, ular ixtiloflashib qolgan masala uchun Alloh taolo iymon etganlarni hidoyatga boshladi. Ash payg'ambarlar iroat qilib kitobni tushirishar. Ay hadallohu allazina amanu lil haqqi ixtilaf fihi man ixtilaf. Demek şu ixtilof qilishganlar shu masalada shu haqda ixtilof qilishgan edi.
Demek ixtilof qilishgan masalada haq yo'lga iymon etganlarni hidoyati boshlab qo'ydi edi. Minal haq lima ixtalafu fihi minal haq. Shu haqda ixtiloflashib qolganda bayanun lima ixtalafu fihi. Demek nima ixtiloflashib qolgansa haq. Mush haq din to'g'risida desak bo'ldi. Haq ustida ixtiloflashdi. Ixtiloflashganda payg'ambarlar mo'jizalar kelib ondan ma'u haq deb uning ustiga qonab qolgan changtozanni shudab aytib pak-pakiz haqni haq ko'rsatib qo'ydi. Ondan insofliqlar ondan iymon etdi. Yani kejlik ya dünya verilip ketken mensepte ayrılıp kalımız diyenler bilsimi iman etmeyi turvaldı. Jordan'ın haq degen onun beraberinde batılı bulunmagan nesnehtemde tarif birişi. Haq degen deliller ispatlanan asıl yok. Her kanda sahada deliller ispatlanıp doğru bolsa bunun karşılığı şun okşaş derecede batıl bulmaydı. Hristiyan özündekini herkes batıl demeyi yok. Budan badaydı okşaşlar. Lekin Hristiyan'ın aklığı özünün mucizeler İncil'de ispatlaydı dinin aklını. İslam'ın aklını Kur'an'da ispatlaydı. Kur'an'ın aklını İncil, Tevrat'la asla şu peygamberliğin nazil olan İncil, Tevrat başta şu mu ispatlaydı? İslam dininin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini şu mu ispatlaydı? Her bir dinin ayrım bir ispatlayılan nasıl oluş gerekemez. Şunun müstahşına bişaretli vardı, bu ispattı. Lakin ular bunu tanıdı. Bu azıcık kalamı çirkti. Kalam, mentek, felsefe kalamı çirketken ki gep çıkmaydı. Şu kalamın, bunun ismi ilmül kalam. Kalamların bizden davrda, onu bizden istedi, numarasta göründü, bu numarasta göründü, o bizden var. Emni turmuşumuzda faydalı olan ilimlere tez münasebet. İlmi tenterbiye açını kıstı ibaret. Ma haqni aytganda tafsir chiqdi, madalla alayhi dalil. Ya. Haqning ta'rif shamdi. Madalla alayhi dalil. Aşa. Hamda boshqalar bunda haqni boshqa falsafiy tarafdan ta'riflashi mumkin. Uni boshqa haysiyat tarafdan bo'lgan ta'rif. Lekin bu to'g'ri xatolik ma tarafdan o'qisa, shu dalil nima isbotlasa, shu haq bo'ldi. Minal haq bayanun lima ixtilafu fi. Demak, ular nimada ixtiloflashgan desa, haqda ixtiloflashgan. Ya'ni haq din qaysi degandek, ha? Minna bayaniye. Bayaniye. Minal ilm degandek ba'zimizda. Bi ilmihi, bi iznihi deganda bi ilmihi debdi. Hem yani bi izni degan shu ijozat bilan deymiz. Bu ilmda ijozat bu faqat tushmaydigan bo'lsa-da, ilm bilan desak bo'ldi. Bu ijozat degan tushadi o'shada. Ta'rif qilish hojatsiz. Yani fa'dallohu alladiyamanu limaxtalafu fi min al-haqqi bi izni. Bu adam nima uchun bu yerda izni deb nima qildi desa, ixtiloflashga Alloh taolo ijozat bergandek uni tushunib qolmaslik uchun, ashim Alloh taolo bilib turish bilan bo'lgan demakchi demda nuqta. Lekin hadalloh deganga munosabatlik desak bo'ldi-ku. Alloh taolo mu'minlarni o'zining ijozati bilan hidoyat qilgan desak bo'ldi. Bi tawfiqihi va taysirihi desak. Vallohu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alloh taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Bir adam da munqati'dir. Hasibtum deganda munqati'. Biz muttasila deganda hamzat istifhamdan keyin kelib ikki tarafı muadila degandek bunda nima qildik-ku? Yoki bunda ya unda degandek. Ma'ni muttasila degan to'q. Munqati' degan unda hamzat istifham oldida kelmagan, bir narsani muayyanlashtirgan narsani munqati' bo'ldi degan to'q. لأن شرطها أن يكون قبلها همزة الاستفهام. Çünkü muttasilaninki yoki muadilaninki sharti oldida hamza istifham bo'lishi. Indaka zaydun am amrun degandek. Lekin mana am hasibtumni oldida unda hamza istifham kelmadi. Unda onki munqata bo'ladi. Ay ayyuhuma indak. Ya'ni mush istifhamda hozir muadila ya muttasilada qaysisini qashinglik degan ma'noda. Va javobuhu zaydun in kana zayd. Zaydun qaysi bo'lsa, bu savolga zayd deb javob beramiz. Amr qaysi bo'lsa amr deymiz. Lekin aml munqata deganga kelsak, fataqa'u ba'dal istifham va ba'dal xabar. Ba'zi istifhamdan keyin mo keladi, xabardan keyin mo keladi. Va takunu bima'na bal. Demak bu bal ma'nosi keldi. Bal va hamza ma'nosida. Yo'q, unda emas. Belki bunda degandek. Anda hamzimi bor, yani buning ma'nosini ichida hamzimi bor. Undan keyin bu yerga am hasibtumning taqdiri qanday bo'ldi desa, bal hasibtum. Yani yo'q, balki sizlar bunda qildingmi yo degandek. Yo'q, sizlar bunda hisobladinglar. Muayyanlashtirish desak, bunda hisobladinglar. Va ma'nal hamza fiha lit-taqrimana. Mush hamza hozir shuni muayyanlashtirish, taqrir degan muayyanlashtirish.
Ve inkaril husban. Bir şey inkar etsek, bir şey nimeni inkar kılıyordu? Bunda hesaplasang bo'lmaydi, bunda qilgan to'g'rimi deganman. Yani em hasibtum an tadkhul janna ve lamma yatikum. Yani sizlarga taqa unda sınaqlar düşkenmasdan, hech qanday ig'ir suyuqlik masalanmi ki jannat chirib qolmiz deb o'ylab qoldinglarmi? Bunda o'ylashing to'g'ri emas. Bunda o'ylamanglar. Bunda o'ylasang bo'lmaydi deganman. Hem taaccübiye de koysaklar olmasın. Taaccübiye emasın. Bazı emzat istifham kildi dedi. İstifham kelgandikan, bu istifham hozir nima desa taqrir. Bu ko'pincha men nahvshuni aslan bunda avvalda taqrir uchun, bundan oldin o'tdi-ku. Taqrir uchun dedi. Taqrir degan unda muayyanlashtirish uchun. Va inkarul husban degani bunda hisoblab qolsang bo'lmaydi. Ma ishing bo'lmaydi degan ma'no. Shuni tanqidlash, inkar degan. Va istibaduhu. Bunda o'ylab qolsang bu bakjiroq bunda qilganlar degan. Bunda qilsang bo'lmaydi, unda o'ylamaslik kerak deb. لما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات. Yani ular mucize kelgandan keyin ilgirki ummatlar shu o'zlari kelgan payg'ambarlar ustida to'liq ergashmay ba'zi ergashmay ixtiloflashib qolgan bo'lg'achqa bunning ahvolini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga texmo tahvid uchun ruhlantirib, jonlantirib, texmo sabatliq turish foyda so'lash uchun deb beryapti. Mu'minlarga ham so'zlab beryapti shuni. Hamda ixtilof degandan keyin dinda ixtilof bo'lgandan nima kelib chiqadi? Qarshilish bor. Qarshilish bo'lgandan urushish, kirishish. Bunda narsa bo'lgandan qattiq sabr talab qilganmiz. Was-sabr ma'allazina ikhtalafu alayhim. Mishada mu'minlarni, rasullarni sabatli qilishga, sabrli qilishga undash tariqasida mana so'zlab beryapti. Misol keltiryapti. Demak, mushriklar, ahli kitoblar mu'minlarga ixtilof bo'lgandan keyin ashular qarta chidamli qilish, sabrchan bo'lishga undayapti. Va inkaruhum li ayatihi va adavatihim lahu. Bular Yahud nasoralar mushriklar mu'minlarga adovatlik bo'ldi. Mo'jizalarni, Qur'on oyatlarini inkar qilib turoldi. Bunda bo'lgandan-da qala lahum ala tariqatil iltifat allati hiya ablagh am hasibtum. Avning ahvolini bunda deb kelibtib, kanan nas ummatan wahida shnama ixtilafu deb xalqning gapini qilayotgandi. Hozir 3-shaxsdan 2-shaxsga buriliblam xitob tariqasida am hasib sizlar deb tushdi. Darhol so'zni mu'minlarga qaratdi. An tadkhulul jannata wa lamma yatikum. Sizlar jannatga kiramiz deb o'ylab qoldinglarmi? Bunda o'ylab qolsang bo'lmaydi. Bunda ason jannatga kiramiz deb o'ylab qolsang bo'lmaydi. İltifat yani. İltifat hazır takım balağatlık. Muhassinatul bari'iyye olan iken. Bu oldidagi başka ayet, keyingi başka ayet. Başka ayet. Doğru. Onu zaten hiç kısım bir ayet demeyiz. Hazır müşahede ama hasibtum'un oldidagi ayet xitob tariqasi kelmagan. Kanan nas فاختلفوا فبعث الله النبيين deb bunda 3-shaxs tariqasi kelgan. Unda 3-shaxs tariqasi bilan sizlar deb bilan tushgandan keyin 3-shaxsdan 2-shaxsga buraldi hozir. Mushu burilish hozir avla. Mesela elhamdülillahi robbil alamin iyyaka na'budu deb burildi-ku. Endi bu burilishlar insonni zeriktirmay diqqatini tortib tez tushunishga foydasi bor narsa. Ular bu deb gapni qilaversa shu bixir va mugdab qolgan gap. Sen desa cho'chiydi. Men gap qiladi dedi. Endi yana g'ach atarga burildi. O'ziga qartidi. Bunda qilsan bu gapni ustilik qildi. Shu muhassinatul badiyya deymiz. Walamma yatikum taxa ilgiri o'tganlarning misoli o'xishi. Bu 5 dan o'tgan ahvollarning misoli taxasusli kelmay turib cennet kiremiz deb qaldinglarmi? Yani ilgirkilar shunda kulfatli kelib, shunda ig'ir azob uqubatni boshdan ko'chirib, dahshatli kunlarni boshdan ko'chirib, bunda nima qilgan? Sizlar unda kunlarni ko'rmay turib jannatga kiramiz deb qamxiyalda bo'ladimizlar. Menda o'ylab qolsangiz bo'lmaydi demoqchi. Mesela şu Mekke'deki vaqtda Ammar mesela bazı sahabeler Resulullah Mekke'nin Kabe'nin altındaki meydanda otursa şikayet kılıp "Ela testansir lana, ela tad'u lana, ela tara ma nahnu fihi min ash-shiddati wal azab" deb şikayet qilgan chog'da Rasulullah qaynab ketgan. Bu qanday degan Allah Taala shundalam mu'min qilib masalan qulas qiladi degan bu yerda sinaq masalasi. Bunda 5dan qirilsa, oyoq qadar tilinibdi, bi amshatin min hadid bunda tarilibdi. La yurduman dinillahi shay'a. Bunda bo'ldi, sizlar aldiribsizlar. Walakinnakum qawmun tastajilun. Valladina nafsi bi yadihi la yutimmanna Allah. Adullam degandek endi sevgan gap. Hatta yakhruja da'inatu min Sana'a ila Hadramut la takhsha ala nafsiha war-ra'i la yakhsha illa Allah wa dhi'ba ghanam. Yani bu rivayet keldi. Din o'xshashmaslik bo'ladigan chuqur bu yerda kufr bilan iymonninki ko'rishi
sınıfı güreş bulduğun gap. Bo'lgandan keyin bu yerda shunda jangda bu yer kesib ketilgan, o'ladigan işte bo'ladi. Pulmalning mardin kesish bo'ladi. Yurtdan chiqib o'tish, vatandan ayrilish bo'ladi. Amanda avval u duch kelgan ish bor taqa. Sizlar oldirib ketib qo'ysizlar. Demak, anta dukhul janna va lamma yatikum. Va lamma yatikum sizlarga kemmay turib dedi. Lam bilan lammaning farqi bor. Lamma degan, ya'ni va lamma yatikum va fi lamma ma'na tawaqqu. Mana, ya'ni sizlarga kemmay taqa. Endi lammada bir xil kutish ma'nosi bor. Bulab qoldigandek bir ma'no bor. Yani anna atiyan zalik mutawaqqi muntazir. Yani biz uyg'urcha tehi kemmadi deymiz. Tehi kemmadi degan eli keldi degan bo'ldi. Kelishib bir xil kutayotganda. Masalan doktor keldimi o tehi kemmadi. Ya müdür keldimi o tehi kemmadi. Yani hozir kildo saqlab tursang degan ma'no. Kildi qoladi misharat. Lamma yatining farqi shu. Demak, mishada tehi kemmay turib, yani ilgirkilarning beshig'i kelgan nasl sizga kemmay turib sizlar açı cennet kişirimiz deb o'ylab qoldinglarmi? O'ylatamsizlar, bunda o'ylsang bo'lmaydi. İşbataha ve fi lamma ma'na tawaqqu, yani an-natiyana zalika mutawaqqa'un muntazarun. Masalul ladina khalaw. Nima kammalsa ilgirkilarninki misali. Masal deganni mishada misal desek o'xshash desek bo'ladi. Misalga o'xshashlar. Ashul beshi kelgan, ashul ko'rgan, ashunda kunlar sizning beshingni kemmay turib demoqchi. Ay haluhum allati ya masalun fi shidda. Unda yerda masal deganda xuddi bu shiddatga bir xil maqol tamsilda ekan-da. Demak, bu shiddat, dahshat jihatdan va shunda maqol tamsildek bo'lib ketgan unda ahvoli sizga kemmay turib dedi. Min qablikum minan nabiyina val mu'minin. Sizlar ilgirki payg'ambarlar, mu'minlarga shuni beshiga kelgan kulfatlar demoqchi. Demak, shu Nasıllar çıkan saatlerin bildiği demektim. Gelirken kişilerin bu şartlarda mesela hablar onlar. Çünkü Resulullah sözde bergen oluğa. Kur'an-ı Kerim'de sözügen. Ve semai zatul buruj. Şunu da şu otqu taşlı diye mesela. İnnellezine fetanul mu'minina vel mu'minat. Demek aşında ahvalın hemmine Kur'an-ı Kerim ayetler arkalık bola xabar tapkan. Demek aşında maqal temsil bulup ketkidek aşında vakalar. Çünkü maqal temsil bulup ketkidek biz hazır hemmeyle maqal temsildek bilimizin. Aşu falan peygamberinin başı manda kelgen, tutan peygamberinin manda kelgen, şu Nuh aleyhisselamның Müslüman şu kafirli patuma ahire kemiğe çıkıp qancha duo qilganda azab nima tushdi-ku? İbrahim Aleyhisselam'ın mençine o'tib tashladi. Yahyo alayhissalomni bo'g'izlatdi masalan. Shunda ahvollar bizga maqol tamsildek bo'lib ketdi. Bu bir xil malhamanda. Shunda kullasning peshonlig'a kemmay turib, siz jannatga kiramiz deb o'ylab qoldinglarmi? Men o'ylaganinglar bo'lmadi. Demak, men hozir shularning misli shuni tayyorlab sen tayyorlik qil, safar uzun, qattiq chidamli bo'lishing talab qilindi sendan. Ishbata xizmat. Çünkü mana Mekke'deki ahval desek, mesela, dal Mekke şu çağı düşken demişim, anda bir nima qilib baksak, undan keyin shu yurtidan chiqarib o'tildi shunami, undan keyin jangli bo'ldi, jihatli bo'ldi, urush bo'ldi. Jiq kunlar keldi dedi, sanoqli bo'ldi. Demek bu ilgirkilar aşında ig'ir ahvolga duch kelgan. Tahsilning beshini unda kemmida tahsilda aldirib ketmanglar. Qanday kelgan? Uni maqol tamsildek bo'lib ketgidek dahshatli kunlar massatum, yani ularga demak uning beshi keldi dedi. Bayan lil masal. Demak bu misal qandaydi? Uning misal bo'lib ketgidek maqol tamsil bo'lib ketgidek uning ahvollari dahshatli kunlari nima bo'lgan desa, shuning bayoni sharhladi. Massatum, massilga ma'nat xatarli so'z ma. Bayan lil masal va huwa istinaf. كأن قال كيف كان ذلك المثل ومقال تمثيلك بلوب ketken u dehşetli kunlar qanda o'g'ante degan bir savol bor edik. Endi ularga javoban massatumul ba'sa deb javob berib atgandik. Ularga aşı dehşetlik, ig'ir kunlar kelganda, yani demak aşı nima ularga qanday tutqan degandek, tekkende. Xuddi shu badallarga shunda tegib nima qilgandek ekan. Beshi kelganda endi ta'sirladi. Demak bu degan mushadazir taqdirlik bo'lishi mumkin. Qattiq shiddatli ishlar bo'lishi mumkin. Va darra degan kasal bilan achachilik. Bu isganda namaraqlik desak bo'ladi. Va zulzilu, ya'ni ular tavirtilib ketgan yoki bunda lanishib ketgan degan ma'no. Titritilgan degandek. Va hurriku mana harakatlantirilib ketgan. Bi anval bala demak qanda desa turli baloyi ofatlar bilan, ya'ni baloyi degan sinoq,
imtihanlar yani. Şunun bilan tevritilgan deydi. Ve uz'icu iz'ajan shadida. Qattiq bearam bo'lib ketgan. Bu bearamlik ham shu beshiq kelgan kulpatdan bula shu tevrib ketishi nimga o'xshaydi? Xuddi ya tevrilganga o'xshash. Tevrashdi. Shuni zilzal deganni shunda iborat surdi. Hatta yaqular rasul vallazina amanu ma'hu. Yani bu tevrash qachongacha bo'ldi desa, hatta deganni ilojisak taki bu anda ig'ir kunlar bo'lib ketib, payg'ambarlar oxir nimda Peygamberler bilan müminler aşının hemmisinin de meta nasrullah dedi. Hem de bu hatta degani ila deb g'oyani bildirdi deb nima qilsa, al-g'oya allati qala ar-rasul va man ma'ahu min al-mu'minina fiha mata nasrullah. Demak, taki mushunda deganga qadar endi ig'ir kunlar kelib ketdi. Ma'bir. Ay balagha bihim ad-dajar va lam yabqa lahum sabrun hatta qalu da. Demak, bular ig'ir kunlarni ko'raverib, dahshat qo'yaverib, axir bulanmay bu qachon Allohning nusrati kelar degan yerga yetdi deydi. Ya'ni bu mata nasrullohga talabun nasr. Şu nusratni talab qilyotdi, arzu qilyotdi. Ham bu shiddat zamoni bak uzrab ketdi. Tezroq kelsa ekan dedi. Lekin Nasrullohni inkor qilmadi. Bu sizning beshonlik tahkammidi demakchi. Undan keyin bu Rasululloh ilgirki payg'ambarlarni demakchi. Mata Nasrulloh demak bu yerda bu dahshat bak uzrab ketdi, dahshat ig'ir kunlar, sinoqlar bak qachon kelar deb shuni arzu qilayotgan ahvol. Shuna faqila lahum ala inna nasralloh qarib. Yani ularga bunda deyilgan deydi. Bilinglarki ala degani o'sha bilinglarki deymiz. Asli diqqat degan ala bilinglarki deb boshqaning diqqatini hozir mabak muhimga ma'va diqqat qilinglar demoqchi. Ala burun tarjima qilganlar ayo deb. Hozir endi bilinglarki yoki diqqat qilinglar degan. Ijabatan lahum ila talabihim min ajil nasr. Demak, ular shunda talab qildi, yoki anda so'rabdi, ularga javob berdi hozir. Nusrat yaqinda keldi. Siz keldi. Ala inna nasrallohi qarib degani, ya'ni shu burungi ummatlardagi payg'ambar mu'minlarga deyilgan so'z desak, shular unda deyilgan. Demak, ashular bunda deb ketibdi. Ala inna nasrallohi qarib deyildi ularga nisbatan. Lekin bu yerda bunda bir nima bor? Gap ustilik bor. Bunda desak bo'ldi. Payg'ambar bilan mu'minlar mata nasrulloh ala inna nasrallohi qarib deyishdi. Demak, mu'minlar mata nasrulloh bu hozir bak uzrab ketdi, bunda kunlarni kirib ketdik desa, payg'ambar qilib ala inna nasrallohi qarib dedi. Demak, payg'ambar bilan mu'minlar bir-biriga bunda deyishganga qadar dahshat kunlar uchrab bunda tavrab ketgan bo'ladi. Laf va nashr. Demak, mata nasrulloh degan mu'minlarning so'zi. Ala inna nasrallohi qarib degan payg'ambarning so'zi. Demak, u payg'ambar odatda balki unda mata nasrulloh deb ketmaydi. Lekin oyat qalbi mazmun. Hatta yaqular rasul mata nasrulloh deb ham qo'yishdi. Sizga aytishdi, odam lafvan nashr tariqasida. Lafvan nashr nimasi? Arab tilida bor uslub. Qur'on karimda misollar bakchiq. Yoki bunda desak bo'ldi. Payg'ambar va mu'minlar mata nasrulloh deb ketganga qadar ashunda ig'ir dahshatlarga uchraganda, ularga Alloh taolo ala inna nasrallohi qarib dedi. Unda desak, andigacha Alloh taolo o'zi Şemmisim şel hikayetil halı. Demek hozir ig'ir kunlarga uchrab, ashular munda deb ketganda, tafsilini beshinliq unda kunlar kemmidi. Ash kunlarning o'xshishi kemmidi demakchi. Masal degan shu misoli demakchi hozir. O'xshish kemmidi. Yaqulu bir-raf'i nafi'un ala hikayati halin madiya. Hatta yaqulur rasul deb o'qdi. Nafi. Bunda bo'lsa, o'tganki bir ahvolni hikoya qilib bergandek bo'ldi. Ya'ni ila an qala rasul vallazina amanu degan. Shunda deb ketganga qadar bunda tavrinib ketdi degan. Nahvu sharibatul iblu hatta yajiul ba'iru yajru batnahu. Tugila suni shunda jiq ishib ketdinki, hatto tugila qo'sqini so'rab keldi dedi. İla en ca'al bayr ama yaci'u degan şey ja'a fel madi altida demakchi. Demak bu o'tib ketgan ahvolni hikoya qilib berish degan shu ja'al bayr degan ma'noda. Va g'ayruhu bin nasb. Nafi'dan boshqalar hatta yaqula deb qiraat qildi. Ala idmar an bilan istiqbal ma'nosini nishada ba deb qarasak shunda bo'ldi dedi. Ya'ni an alamun lahu. Buni ma'nosi ila an yaqula ar-rasul. ولما قال عمرو بن الجموح رضي الله عنه وهو شيخ كبير وله مال عظيم ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها bu sahabe soraptı. Mal dünyası ve köpken biz mal mülklerimizden kaysını xeyzeymiz, kaysını xeyzeme koysak buludu. Dep onda xeyzleş ölçümünü soraptıken. Soğan çağda müşahit nazil oldu dedi.
Yes'alunaka mâzâ yunfikûn. Senden nimini sarf qildigan, nimini hajlaydiganligi, yani Allah yolida sadaq qildiganligi haqida so'rashidi. Aytqinki, qul ma anfaqtum min khayrin falil validayni val aqrabina val yatama val masakin va ibnis sabil. Sizlar sarf qilgan qanday bir yaxshilik deb atadi, xayr deb atadi. Xayrga odatda mol mulkni ishlatadi, arab tilida xayr. Müşahidini xayr deb atadi. Bu odatda molni xayr deb ataydigan ahvol bor arab tilida. Lekin bu yerda lafzi umum. Demak, bu yerda haj deganimizdan da mol ummusun boshqa narsani hajlashmi bor, sarf qilish. Lekin xayr deganda yana bir ma'no bor, u bo'lsa-mu halollik. Demak, harom narsa xayr bo'lmaydi, yaxshilik emaydi. Xayr degan halol narsa. Chunki Alloh taolo tayyibun la yaqulu illa tayyiban. Yaxshi so'zlarni, nasihatlarni qilib Aşımı onda bir xil hajlash. Lekin bu yerdan da so'ralg'ini mol dunyoni so'di. Lekin oyatning lafzi umum. Sizlar sarf qilgan, hajlagan qanday yaxshiliklar bo'ldi ekan, bu ota-onalarga, quruq tuqqanlarga, yetim esirlarga, miskinlar, ibn sabilga bersan bo'ldi dedi. Faqat tadammana qawluhu ma anfaqtum min khayrin bayana ma yunfiqunahu. Demak, bu savol hozir nimani hajlaymiz degan savoldi. Mal mulkimizdan qancha hajlaymiz, qancha miqdor hajlaymiz degan. Hozir bu oyatda ikki narsaga javob berdi. Bu uslubul hakim. Shuna ana tawaddau min ma'al bahr desa va tuhuru ma'u al-hill maytatu deb boshqa narsami so'mog'imi javob berdi. Undan keyin oyat hozir ikki narsani bayon qildi. Demak, sizlar xayrni hajlashlar dedi. Halol, yaxshi mollarni hajlanglar dedi. Va huwa kullu xayr. Xayr degan ona qanday yaxshiliklar bo'ldi ekan. Wa banal kalam ala ma huwa aham. Endin muhimroq bo'lgan nega diqqatini tortib oldi. U masalani ochiqlab qo'ydi, izohlab qo'ydi. U bo'lsa-mu bayanul masrifi. Demak, shu pulni nega berish masalasi. Pulni hajlash masalasi umuman bor, lekin pulni joyiga berish masalasi muhim deydi. Lianna nafaqa la yu'taddu biha illa an taqa mawqi'aha. Chunki bu nafaqani hajlagan chog'da joyiga hajlamasang, hisob bo'lmay qoladi ahvollar. Anil hasan hiya fi tatawwu. Mesela zakatni berib turibmiz, lekin millionlardan misli berib turibmiz. Bulamda nafaqa davası zakatning ya hozir o'shada nafaqa hozir shu umum zakatning bo'lishi mumkin shuni ichida. Sadaqani qanday berib qolgan hadisdan bormi? Kichik masjidlar binasiga berib buni qasb boy bo'lib qolgan. Ya u xatolik o. U bilib turib bunda bergan bo'lmas. Ana sadaqat berishni deyman, bo'ldi oxirida. La tahillu sadaqa li g'ani desa, innama sadaqatu lil fuqara va masakin desa bu boylig'i basik bo'ldi desa oyatning hadisning o'ziga zidlan bo'ldi. Ay zakatni belgilgan suratul Tavba 60-oyat ma, innama sadaqatu lil fuqara va masakin. Bunun ichida 8 narsani boy bormi? Faqatlamda amalin muallafat qulubimning ichida bo'lishi mumkin. Lekin unda bu ahvolda shu faqir miskin shuni bir Anil Hasan hiya fi tatawwu. Hasan degan kim? Hasan Basri. Hasan Basri bu tatavvu sadaqada gap ma'vo debdir. Farz zakat emas dedi. Yoki bu zakat farz qilinishdan ilgari tushgan oyat desak bo'ldim. Malning bir qismini sarf qilib, bir qismini olib qo'yish bo'pti. Keyin undan sadaqa farz, yani zakat farz bo'lgandan keyin undan buning nimasi ayrilib ketgan, uni ina qo'ygan desak. Ha. Chunki o sahabe bo'lmasa agar zakat olsa zakatni berib qolganini hajlaydi shu. Ya xolisiz sadaqa qildi, xolis hajlaydi. Lekin shunda bir ahvol bo'lmagan ekan, undan so'g'an ekan bir qismini ma'moliq hajlagan dedi. Yani hozir mana lil validayn val aqrabin. Demak, keyin zakat farz bo'lganki lil validayinga undan nima qilish toza bo'lmaydigan bo'ldi. Nafaqa vojib bo'lgan ekan. Val aqrabin val yatama val masakin yatama masakin ibn sabillahdir. Zakatning masariflari. Yatamanning kambag'allar hamda. Lekin necha million dollar meros qolgan bo'lsa, uni pul hajmaymiz. Ana va ma taf'alu min khayrin. Ya'da xayr dedi, mana fi'l degan so'zni keldi, juma. Va ma tunfiqu min khayr demadi. Demak, pul hajlashlar emas, qanday yaxshilik qilsanglar, masalan birisini yordam qilish, birisi ishini qulaylik qilib berish masalan. Mushumi chirktidan. Fi'l bilan iborat surda. Va ma tunfiqu demadi. I'malu ala Davud shukra deganda. Ushkuru ala Davud demadi. I'malu dedi. Shukrni amal orqali ifodalanglar degan. Fa innalloha bihi alim. Alloh taolo uni bilib turg'uchidir, bilguchidir. Bilgandan qanday qildi, savob berdi, jannatga yuzdi. Ana shu ko'pincha ahvolda shu fi sabilillah dedi-ku mana. Dinda ixtilof bo'ldi hozir. Dinda ixtilof bo'lgandan keyin tutish bo'ladi.
dahshatli kunlar keladi degandan darhol hamda bunda ahol bo'lgandan keyin pul xayrlash bo'ladi, jihad qilish bo'ladi deb hammasi bunda bir-biriga bog'lanadi. Shunga fajahidu bi amwalikum va anfusikum fi sabilillah dedi. Demak, mishada mal bilan jihad qilish bor. Undan keyin hozir xuddi mushu nimaga bir xil tayyorlik qilayotgandek. Shunga oyatda kutiba alaykumul qital. Sizlarga urushish farz qilindi. Bu urush qanday urush? O'zaro musulmonlar urushmi? Ya kafirlar bilan urushib jihad qilish farz qilindi. Va huwa kurhul lakum. Albuki bu urushish ya jihad sizlarga nisbatan yoqtirilmaydigan bir ish. Kurhul lakum, kurh degan manal karaha. Sizlar yoqtirmaydigan, Favada al masdara mavda al vasf. Mana kurh degan masdar desak, xuddi tanzil deganni al-ayatul munazzalah dedik va tanzila. Undan keyin bu masdarul atash bu tahmin bu jalliq kuchli qildi. Qur'on Karimda tanzil dedik. Chunki bu al-kitabul munazzal demakchi biz. Lekin tanzil deb masdarul atadik buni. Bu mubalag'imizdir. Xuddi shu kitobning o'zi bu tushning o'zidagidek. Bu boshqa narsa emas, shuning o'zidagidek. Mana shu yomon ko'rdigan narsaning o'zidagidek. Bu boshqa narsa bo'lib, u boshqa narsani yomon ko'rdigan emas, shu yomon ko'rishning o'zimish. Demak, bu mubalag'a. Hozir o'shada yomon ko'rish batda. Nima yomon ko'rdi ma'nosini. Hozir mushu narsa yomon ko'rishning o'zi ekan bu. Narsa boshqa bunda hech narsa yo'q. Bir narsa borki, yomon ko'rishning o'zi shu ekan. Demak, ma'lumda kim shikoyat bo'lishi mumkin. Chunki ma yasalunaga ma'da yunfiqun deganmi Madinada so'g'an desak, Amr ibn al-Jamoh ansarlardan. Bu farz qilinib bo'lgandan keyin. Demak, bu mubalag'a. Ka qawliha, ka qawli shaira fa innama hiya iqbalun va idbaru. Bu faqat kelib ketishdan iborat. Hiya azr nima? La tas'amu ad-dahru minhu kullama zakarat khansa sakhr degan aksini marsiya o'qiydi. Shuni madilab o'qiydi. Biz Xansaning butun she'rlari aksi o'ltirilgan bo'lib, qarindishlaydi sakhr. Shuni madilab marsiya o'qib, ashunda endi chiqqan katta shoirim bu. Va inna sakhran la ta'tammul hudatu bihi ka'annahu alamun ala ra'sihi nar. Yana shu sakhr uchun yig'lab qilgan nimalari beklamdan chiqqan. Shu muhadrama. Xansa. Shu Rasulullohning zamoni bati bu. O'g'lini jihad chiqarib. Bu anda shu sakhr madilab deydi. Zaman qachoniki buning nomini atab qolsa, zirkib qolmaydi deydi. Sakhr deb anglab tursa, deb tursa bu zaman zirkib qolmaydi. Fa innama hiya iqbalun va idbaru. Fa innama hiya degan, ya'ni az-zaman qanday bir keladi, bir ketadi. Dunyo degan bunda o'rilib cho'rilib turadigan narsa. Yani zatu iqbalun va idbarun demakchi. Yawmun laka va yawmun alayka. Tilkal ayyam nudawiluha baynan nas deganday. Ka'annahu fi nafsihi karahatun li farti karahatin lahu. Demak, bu mubalag'a hozir kishilar jihatni urushni yomon ko'rganlikdan va jihatning o'zi shu yomon kurashning o'zi bo'lib qolgandek. Aw huwa fi'lun bi ma'na maf'ul. Shunga biz hozir bizini mesela qizlarni atsak adolat deb ataymiz. Bu adolat bu boshqa, bu adila desak bo'ldi. Çünkü xuddi adolatning hammasi yig'ilib mushu qizchaqning puchida mujassamlangandek. Adolat mushu, bundan boshqa adolat yo'q degan. Bu mubalag'a. Bu bir xil iddioi bo'ldi. Tashbih iddioi yoki baligh bo'ldi. Mesela demiz ja'al ilm. Mesela Qardawi kelgan bu ja'al ilm desek, bütün dunyo ba ilm hozir Qardawining mustalab kelgandek. Mujassam bo'lib kelgandek. Shunga ba'zi olimlar o'lib ketgan chaqda ilgirkilar kim degan zahaba nisful ilm. Bu ilmning yerimi katta dedi. Ilmning yerimi emas bu. Ilmning yerimini ayında biladigan ayında olim demakchi. Bu arab tilida ayında bam. Aw huwa fi'lun bi ma'na maf'ul. Kurh degan shada makruh degan ma'nodagi bir so'z bo'lishi mumkin. Xuddi xubzun, ya'ni mahbuz. Xubz degan ya'ni ayında non qilib yug'urilgan non qilingan narsa degan. Ay va huwa makruhun lakum. Ya'ni bu tafsirga asosan sizlarga ayında yomon ko'riladigan, yoqtirilmaydigan turug'liq sizlarga farz qilindi. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Yani belki sizlar foydali bo'lgan bir narsani sizlar yoqtirmasligingiz mumkin, yomon ko'rishingiz mumkin. İnsanning tabiati shu. Fa antum takrahunal ghazw. Shunda bo'lg'achqa sizlar g'azat qilishni yomon ko'rasizlar. Va fihi ihdal husnayayn, imma az-zafar wal ghanima va imma ash-shahadatu wal janna. Yani uningda ikki chiroyli foyda turug'liq sizlar g'azvni yoqtirmaysizlar. Bu ikki chiroyli foyda nimadir?
ya g'animat olib g'alaba qilish yoki shahid olib jannatga kirish. Va asa an tuhibbu shay'an, balkamda sizga ziyonli bo'lgan, yomon bo'lgan narsani yoqtirib qolishingiz mumkin. Bu bo'lsa-mu jihad qilmay yetib olish. Lima fihi min ad-dul. Bu jihad qilmay yetib olish sizlar uchun yomonlik. Qanday yomonlik? Chunki bunda qilsanglar, bunda xorlinsizlar. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. G'azab qilmay yetib olish sizga xorlik, faqirlik, mahrumlik ilib keladigan, ya'ni g'animatdan, ajrdan mahrum qiladigan turuqliq sizlar buni yoqtirib qolishingiz mumkin. Vallahu ya'lamu va antum la ta'lamun. Sizga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. La ta'lamun eder. Fabadiru ila ma ya'murukum. Shunga sizlar Alloh taolo sizlarni buyurayotgan narsaga aldiranglar. Sizga qiyin kelgan taqdirdimi deydi. Wa nazala fi sariyatin ba'athaha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqatalul mushrikina amda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Jahsh radhiyallohu anhu qo'mondonligida bir guruh qo'shin yuvatgan. Bu qo'shin urushganligini bilmaydi bular. Rasululloh ma'lum maxfiyaga topilib, endi yuvatgan plan yo'q biringlar deb. Falan bağlandan keyin mana maktubni echinglar. Endi xalqallar sizlar mansun xalqallardan qaytib ketsin. Demak, bu yerda qo'shinni uqtumay, hatto jangchilarga nega berishini uqtumay ma'lum bir yerga olgan chaqda undan bildirganga xabar tarab ketmaslik uchun. 2 kunlik yurib bo'lgandan keyin undan bular xatni eshib o'qigandan keyin Rasulullohning namusida "Amsa biz faloniga yurish qilganmiz. Bunda bir vazifa topshirilibdi. Xalqallar Madinaga qaytib ketsin. Xalqallar bizlar manglar" degan ekan. Demak, ular qaytib ketganlarmanda bir kun yo'l mangsa, undan boshqalar xabar topadi, bo'lmasa topmaydi. Buningcha vazifani o'rindab bo'ldi. Bunda ibaratgandan keyin ularga Makka mushriklarninki mushtahid tarafdan yo'nib qilgan mal yo'tkayotgan karvon uchrab qolgan. Sonra bulanda shu chaqda Jumadil oxiri bilan Rajabning orlig'ida ekan. Jumadil oxirining oxirgi kuni Rajabning birinchi kuni ikkisi tutashgan chaqda ekan bu. Demak, bu Rajabning birinchi kuni bo'lgan chaqda bular Jumadil oxirining oxirgi kuniga deb o'ylab bu voqea bo'lib qoldi. Urushda bular. Karvonlar urushib o'ljaldi. Vaqad ahalla hilal Rajab. Shu chaqda Rajabning yangi oyi bo'lgan oyi chiqqan edi. Va hum la ya'lamuna dalik. Lekin ular biz Jumadil oxirida taqada o'ylab qolgan. Çünkü oxir kun bo'lgan. Shu bir kun ham ehtimollik bo'lib qoldi-ku. Faqalat Quraysh ani bular urushib bir ashkini o'tirib o'ljalib asragandan keyin Quraysh uni xabar topgandan keyin nimdida qad istahalla Muhammadun ash-shahrul haram shahran ya'manu fihi al-mukhalifu. Bundan haram oylar vardı. 4 ay. Zulqa'da, Zulhajja, Muharram va Rajab. Bu üçe aqmaq tutash qildi. Zulqa'da, Zulhajja, Muharram shu aqaq tuzilib qildi. Rajab yolg'iz qo'ydi. Rajabul fard dedi şu an. Yoki Rajabul Mudar. Mudar qabilasi bak ulug'lar ekan. Rajab deb. Demak, shu oylarda Arablar o'zaro urushni to'xtatdi. Shu oraliqda xotirjam u yerga bu yerga borganlar biri bo'ldi. Bu yo'lda sabunda urush bo'lmaydi. Demak, Makka mushriklari musulmonlarni aytildan. Ulug'lab kelgan bo'lgan ekan, voy bu hozir bu musulmonlar shu haram qilingan oyning hurmatini saqlamay bunda qon to'kdi. Shu chaqdan oyat tushdi. Yas'alunaka anish-shahril haram. Demak, yas'alunaka hozir tandan haram qilingan oydin so'rashidi, ya'ni uningda urush qilishdan edi. Ay yas'alukal kuffar awul muslimuna anil qital fi shahril haram. Yani senden kuffarlar so'rashdi yoki musulmonlar so'rashdi desak bo'ldi. Ikkisi tushdi. Yoki ikkisi so'rashdi desak bo'ldi. Chunki shu musulmonlar qaytib kelganda Rajabning birinchi kunida anda urush qilganligini bilgandan keyin bu qanday bo'lganda deb musulmonlar so'rgan. Ondan Makka mushriklari Rasulullohning qashqilab mundam qilgan ishvami, munda haram oyda urushiga ishvamida deb ittifoqdan ashvoydi. Demak, shu chaqda endi ulug'lash batdi, shu oylarni ulug'lash batdi. Demak, kafirlar bunda urushsi bo'lamdi deb, xuddamda sen bunda chataq ishni qilib qo'yding degan tariqada so'rgan desak bo'ldi. Qitalin fihi badal ihtimal min ash-shahr. Ay to'g'riliq so'rashidi degan, ay to'g'riliq o'sha oyda urush qilishdan so'rashidi demakchi. Wa qur'an qitalin fihi yas'alunaka anish-shahril harami an qitalin fihi da bunda qira'at qilinibdi. Yani an degan harfi jarni takrorlagan holat. Ka qavlihi lillazina istud'ifu liman amana minhum. Yani lillazina dablat liman deb lamni yani dedi qo'ymaydi. Lam chiqadim takrorlandi.
Kul qitalun fihi kabir. Aytdinki, aşı ayda urushush cho'ng ish ma'lum. Bu cho'ng ish ma'lum yoki cho'ng gunoh. Qitalun mubtada va kabirun xabaruhu. Wa jaza al-ibtida bin nakira, ya'ni qitalun fihi deb. Qitalun deb nakira bilan boshladi ishnama. Nima uchun? Li'annaha qad usifat. Fihi deb jar majrur bilan sifatlangan bo'lgan ekan, ash ayda urushish bo'lgan ekan, xuddi ma'rifadak bo'ldi dedi. Ve aktarul aqawil ala anna mansukhatun bi qawlihi ta'ala faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum. Yani ko'pincha mufassirlarning qarashida mush oyat, ya'ni haram qilingan oylarda urushsi gunoh bo'lganligi mansukh bo'lib ketgan. Demak, mush oyat tushkicha ajaliyatda arablar haram deb yoki haram deb o'ylab kelgan, ulug'lab kelgan nima shunday hukm bordi. Musulmonlar rioya qildi. Endi ma oyat tushgandan keyin bu amaldan qoldi demakchi deydi. Ko'pincha mufassirlar, ya'ni faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum. Bu qasa surat Tavba. Fa idan salahal ashhurul hurum faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum dedi. Yani şu haram qilingan oylar shunda chiqishinglar kafirlar nada va qachon ko'rsanglar o'tiranglar dedi. Hays degan zaman makonni bildirgan bo'lgan ekan, qayerda va qachon bo'lgan ekan, ya'ni bundan keyin musha haram oylar chiqib bo'lgan ekan, bundan keyingi yillarda oraliqida keladigan haram oylar olsun o'tiranglar degan ruxsat dedi. Davom ekan, ilgirki cheklama gunoh degan narsa yo'qolib ketdi dedi. Aş ayını 4 ayını çıkarıp başka ayında kaçan da uçursa ya shunda ehtimollik bo'lg'achqa ko'pchilik mufassirlar shunday dedi. Hozir aslining qarash bo'yicha desak, bu 4 oy ketgandan keyin anda ashhur hurum bo'lmagan oylarda nadi ko'rsanglar o'tiranglar. Yani ashhur hurum chirib qolsa to'xtanglar. Yani chikatsa urushinglar degan bo'ldi dedi. Yani bir qarashda ko'pincha olimlar yo'q shu Hazratul Vedadan bir yil ilgirki voqea bu. Surat Tavba. Rasululloh shu Hazrat Alini aytgan, jekalashga aytgan vaqtim. Hazratul Vedadan bir yil ilgari 9-yilmi? Ha. Shu chaqda demakchi ashhurul hurum chiqsa, shu chaqda masalan haj vaqtida Zulhajja chiqib Muharram chiqayotgandan keyin bundan keyin hamda Zulhajjada Muharram davjimay qanda oy bo'lsa o'tiraversan bo'ldi degan ma'noda deydi. Jumhur mufassir. Demak, oyning haromligi urush qilsa bo'lmaydiganligi mansukh bo'lib ketdi deydi. Maqrashda. Wasaddun an sabilillah, yana Allohning yo'lidan to'sash, ya'ni mushriklarning Rasulullohni to'sab qo'yishi, Rasulullohni sahabini shu Hudaybiyada umr qilamiz degancha to'sab qo'yganligi deganga o'xshash. Wasaddun an sabilillah mubtadadir. Wa kufrun bihi ma'tuf. Nama yana Allohga tinish deydi. Sabilillah degan Alloh va kufrun bihi yani ay billah atfun ali ma'tuf. Wal masjidil haram, yana haram masjiddin deydi. Atfala sabilillah, haram masjidni to'sulish. Ay wasaddun an sabilillah va anil masjidil haram deydi. Va kufrun billah demakchi. Bunda to'sash nimasi ayga chiqadi. Wa za'amal farra annahu ma'tufun ala al-ha fi bihi va kufrun bihi wa kufrun bil masjidil haram ay kufrun bihi yani billah وبالمسجد الحرام ديال ماندا ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار بصريين قرشدا اش به دب وبالمسجد الحرام دمسه بمالكين بان تكرارمس بمالكين فلا تقول مررت به وزيد ولكن تقول وبزيد بانش كنجن تكرارشين كرك ولو كان معطوفا على الها هنا لقيل وكفر به اگر بيادا وكفر به معطوف bo'lgan bo'lsa لقيل وكفر به وبالمسجد الحرام deb bani takrorlagan bo'ladi va ikhraj ahlihi ay va ahli al-masjid al-haram yana shu masjid al-haramning aholisini chiqarib o'tish u masalaning aholisidan chiqarib o'tilganligi kimlar Rasululloh va muhojir mu'minlar va huwa atfun alayhi aydan. Demek muşularning hammasi minhu nadan masjiddan chiqarib o'tish yoki haramdan chiqarib o'tish. Demak bu hammasi hozir mubtada va ma'tufatlar bo'ldi. Yani bu shuningki xabar qolsa akbaru indalloh. Mushular Allohning huzurida ig'ir jinoyat bu. Ay mimma fa'alatu sariyatu min al-qital fi ash-shahr al-haram ala sabil al-khata. Yani biz mu'minlarning qo'shini tavallikdan sodir qilib qo'ygan ishning gunohiga qaraganda ma'lum intayin ig'ir jinoyat bu. Vel bina'u ala dhanni. Demak u anda o'ylab qilib
o'zining o'yiga asosan qilib bunu. Yani bu Recep emas deb o'ylab qolganlikdan shuning asosan qilib qoldi. Shu ishini shu o'ylab qolganiga qurdi demoqchi. Selishtiradi hozir. Muxolifatchilik qizi gunoh bo'ldi, lekin gunohning cho'ng'i va uningdan cho'ng. Shu akbarul kabair deyishda cho'ng gunoh va uning chiqadigan cho'nglari bor. Undan keyin hozir bu bir jinoyat rost, lekin bu mu'minlarning qasdligi yo'q. Biz xato qilib qolganlikdan ularga nisbatan gunoh bo'lmaydi. Lekin sizlarda o gunoh bo'lmasligi, uni surish qilmaysizlar. U kafir bo'lgan ekan, bu bizning dinimizda da gunoh bo'lmaslik bo'lash, jinoyat hisoblash bilan kar yo'q-da. U faqat xatolik qildi, jinoyat qildi deb turib oladi. Hamma jinoyat deb turiladi ma'qul. Siz e'tirof qilmagan ekan, uni gunoh bo'lmaydiganligini. Jinoyat bo'lsa-mu, selishtirib baqilamiz. Qasimizdan ig'ar deb anlasizning ma qilgan ishinglar ma'ning qaraganda favqulodda ig'ir jinoyat. Bizning sodir bo'lganligi hech nima emas buning oldida. Wal fitnatu al-fitna degandan yantoq islom dinidan chiqarib o'taman deb azoblash. Şunun küçüğüne fitne dedi. Yani de çıkarıp öteş, yani Mekke'den çıkarıp öteşin dedi. Ya ki şirk yani şu küfrü uzulaştı yani. Ekber minel katl. Yani senin ma kılmışınla, ay Ammar aşında, Bilal aşında, Müslümanlık kişinde, dinden çıksan da kışınışınla, ya ki Mekke'den çıkarıp ötüp, kolu öteşinla, bu herem aylarda edem ötereştim ıgır cinayet. Biz yukarı dedik ki, yütüdün ayrılıştıgan ma o'lim deyman da. Jutudan ayrılıştıgan en ig'ir narsa ma'vo dedi. Demak, ma o'limdimi ig'ir. Shuni kafirlar odatda shu qasdim maqsad bo'lsa, shundan birini qilib. Li yukhrijuka aw yuthriduka aw yaqtuluk. Nima? Ya chiqiradigan gap. Yoki sen ma davangni vazkesh deb asta yaltaydigan gap. Uni g'oya mansab berib, ya mol dunyo berib, atribga buyuradigan gap. Yoki bo'lmasa, ma bo'lmasa qanaqalar asla o'ttiradigan. Abduqodir zamonini o'ttirayotgandek o'ttiradigan. Aw ta'zibil kuffaril muslimina yoki bunday desak bo'ldi. Musulmonlarni kafirlarning azoblashi, musulmonlarning harom qilingan oyda asho kafirlarni o'ttirishidan texmi qabihroq, qabahatliroq jinoyat bo'ldi. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. Ular taki sizlarni dininglarni yanduğanga kadar sizlar bilan urush qilaverdi. Yani kufr qaytgan kadar. Va ikhbar an davam adawatil kuffar lil muslimin. Bu yerda ona kafirlar zada musulmonlarga adavati davomlashganligi shuni xabar berib o'tdi. Qo'yinglar. Va annahum la yanfakkuna anha. Uningdan hergiz xoli bo'lmaydi. Hatta yarudduhum an dinihim. Taki ularni da o'zining diniga qaytib akagan qadar bo'ldi qilmaydi. Va hatta ma'naha ta'lil. Endi hatta mishada hatta yardukum degani illat nima uchun deganga javob bo'ladi. Nahvu fulanun ya'budulloh hatta yadkhul jannah. Falani jannat kichirish uchun Alloh taologa ibodat qildi. Undan keyin tafsirin bo'ldi. Yuqatilunukum kayyardukum. Sizlarni qaytirish uchun sizlarga urushib turdi. Va qawluhu ta'ala inistata degan navoda shuni kuchaytib qolsa, Ahında yandırıtman deb shunda urushib turdi. Lekin yandırıtish kuchaytamda bu jiroq. Qo'ldan kep qolsa, unda qilishni xohlaydi, davomli urushib, fanisini yandırishni xohlaydi. Demak, bu istibad. Unda qilinmaydi, mumkin emas. Chunki mu'minlardan shunga bardosh qilib, jafomushak tatib dinda sababli turadigan, mustahkam turadigan mu'minlar bor deydi. كقولك لعدوك إن ظفرت بي فلا تبقي علي. Xuddi sen düşmanınga agar meni tutib olsan qanday qilasan qilaver. Ya'ni meni tutolmaysan degan. Va anta waqiqun bi annahu la yaghfiru bika. Sen tutolmaydiganligini ishonch qilgan vaqtingda shunda deysan. Va may yartadid minkum an dinihi. Ulardan qaysinlar dindan yeni bo'lsa, ya'ni va may yarji an dini ila dinihim. Demak, shu boshqalarning kafirlarning dinidan qaytib ketsa, qaytib ketib, kafir holatida o'lsa, ay yamut ala ridda, murtadlik holatida o'lib ketsa, fa ulayka habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Ana shular dunyo va oxiratda butun amal ibodatlari bekor bo'lib ketganlardir. Lima yafutuhum bir riddati mimma lil muslimina fid dunya min thamaratil islam va fil akhirati min at-thawabi wa husnul ma'ab. Nima uchun o amallar bekor bo'lib ketgansa? Chunki musulmonlarga nisb bo'lgan dunyoda islomning mevalari, oxiratda yaxshi mukofot, savoblar va jannat ajnaslar qo'ldan ketib qolganlik uchun butun ishlari bekor bo'lib ketgan bo'ldi. Fayda so'mmadi yani. Burun qilgan, musulmon chig'ida qilgan ishlari hammasi bekor bo'lib ketdi. Habida degan fasada va batala degan ma'noda. Ular degan ishara lil bayda. Demak, uning shu joyina jiroq
beklam arlıqni jiroqlikni bildirdi. Va ulayka ashabun nar, yani ashula do'zaxning egilari, do'zax chirdiganlar, hum fiha xalidun, ular mangu qoladi. Yani yada va ulayka ashabun nar, hum fiha xalidun dedi. Bu xuddi odatda qar kaprog'i. Yani bu musulmon bo'lib keyin murtad bo'lib ketgan emas, kafirlik bilan davomlashgan. Shuning o'xshash bu demoqchi. Yani bunda qarasam mayatadinkum an dinihi fayamut va huwa kafirun fa ulai habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Buning bilan cheklanib qolamdiki deb tushunib qolmang. Yani uning amallari bekor bo'lib ketib, hamda sal darajasi tuban, yani undan bo'lib qolamdiki deb o'ylab qolmang. Bu kafirga o'xshash, hech qanday yaxshilik qilmagandek bu shu jahannamga shirkitdi deydi. Yani ularning ilgari qilgan ishlari foydasi bo'lmaydi. Çünkü 10 yıl, 20 yıl namaz okuyan bo'lishi mumkin, zakat vergan bo'lishi mumkin. Yani o murtad bo'lgan ekan foydasiz. Dünyada o manfaatini alamıda, ahiretlik faydalarını alamıda değil. İkisinden alamıda. Bu ayında halatı ölse, tövbe kılmay, İslam'ı çiğmay, aşında halatı ketip kalsa, bunun ahvalı mında. Yani o kıygan savaplık işlerime bizi baka oldu. Yani kara kapıra okşaş, ashabın nar oldu, halit kalıdı o değil. Ve bihahtecce eşşafi'i rahimahullah ala enne riddete la tuhbitul amal hatta yemut aleyha. Feyemut dediği, feyemut diyen bir kaydı var anında. Şu halde ölse dedi. Şu ölse diyen, şu halde ölse diyenge istiyorlar İmam Şafii. O şu halde ölmegen bolsa onu bekar kılıp etmeydi o depti. Yani mücerredil irtidada la yücibul ihbat demek. Yani mürted olup ketişilerle o emelle bekar etmeydi. Ta ki hayta hakkı yanmay ülüp kesse andın üleşilen andın bu emellere şucalı bekar oldu deydi. Eğer kayıt kalan olsa üleşmem oldu da. Yani kayıtıdır. Yani kayıtıdır. Yani mesela bu kıptoğan boldu. Yaxşı mecburiyetten kıptoğan boldu. Mesela hec farz olup diken. Bu hec kıtken. Müslüman altı kıtken. Kim mürted olup da. Kim yani Müslümanlık kayıtsa boldu o hec geldiğinde takip olup olgan. Yani Hanefi mezhebinde hecde kayıt kılış gerek. Hanefi'de kayıt. Yani mesela namaz. Birisi mesela peşinde okuttu. Peşinde okup şu peşini okup bulan mürted olup ketipti. Peşinin vaqtda ketmesde yani kaçı Müslüman bo'libdi. Hem şu peşini okup bo'lganlik uchun, arlıqda bir kafir bo'lib ketib o'qiganlik uchun ki Müslüman bo'lgandan keyin asrni vaqt chegishi arlıqda peşin o'qigan bir fursat bor. Shuni peşini qayta o'qish kerakmi? Yoki bayatni o'qib bo'lgandan shu hisoblab Müslümanlar bayatni o'qib bo'lgandan hozir o'qimsin bo'ldi deb o'qimamdi. İmam Abu Hanifa o'qiydi dedi. İmam Şafii o'qimaydi. Çünkü bayatni Müslüman holatda o'qidi, hozir ham da o'qimsin bo'ldi. Tarifasiz sözlükten biz Müslüman bo'lsa kapır ketdi, tarif chiqmaganlikda. Kim Müslüman bo'ldi, belki şunu o'xshab qolishi mumkin. Tarif onun nisbeten batini amellerinin İnnemal müşrikun necasun. Kafir deganken kafirlik ma'naviy yoki nima bo'lishi mumkin. Lekin bayatdan misollar bilan hozir ma ikki mazhabning farqi o'ttirib chiqib bo'ldi. Aniq bo'lib ketdi, nima? Wa qulna qad allaqal habata bi nafsi ridda. Biz bunda turvaldik, biz onda raddiyarmiz. Bu bikaolab ketishni murtad bo'lishning o'zi bilan bog'lab qo'ydi. Yani bi mujarradil irtidad yahbitul amal. O'lab qo'yg'icha arliqda zodi shu murtadlik bo'lgan chaqda amal bikaolab ketdi deymiz. Bi qawli ta'ala va may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Ma'du o'lan bormi yo'qmi? Yo'q, bu mutlaq keldi. Wal aslu indana annal mutlaqa la yuhmalu alal muqayyad. Yani bizning usul qoidamiz bo'yicha mutlaq muqayyad bo'ysunmaymiz. So'ng raqaba desa, oyatga raqaba mu'minaga bo'ysunmaymiz. So'ng bu yerda raqaba deb kelib qolsa, kafir raqaba bo'lsin bo'ldi, mu'min raqam bo'lsin bo'ldi. Agar bu yerda mu'min raqamini maqsad qilgan bo'lsa, raqabadan mu'mina deydi. Raqaba mu'mina demay raqaba deb qo'yganlikda bu yerda ishkilishning bo'lganligini bildirdi. Undan ma oyatda va may yakfur bil iman faqad habita amalu deganda o'lsa degan gapni demay mutlaq ekeldi. Ekan bu shuni olmaymiz. Ana bo'ysunmaymiz. Ve indahu yuhmalu alayh. İmam Şafii'nin usul qaidasida mutlaqni muqayyad bo'ysundirib turib bunda tushunamiz. Fa binaun ala hada demak, o'sha sabab ixtilof nishadan kelgan demak. Ma Ibn Rushd qo'ygo va sabab ixtilofim degani o'shada fa binaun ala musha lab yani mush qarash mush usul qaidasining ustiga qurgan qarashi doğru. Walamma qalat sariyatu ayakun lana ajrul mujahidin fi sabilillah. Bunu debdi anda bizgo anda günah bo'lmabdi bizga ma'qul. Günah bo'lmaydi ekan biz savallik qilib qolganimiz. Lekin biz jihad qilib bu
savobdan mahrum qolamizmi demak. Jihad qilib g'aziyolab qaytdi bular. Lekin jihad qilish fazilatiga erishmay qolamizmi? Mush xatolarni qilib qo'yganligimiz uchun degan chaqda mush ayet innallazina amanu vallazina hajaru. Haqiqatan iymon etgan, yana taqa hijrat qilgan, Alloh yo'lida jihad qilganlar, mushriklar bilan jang qilib jihad qilganlar, ular yarjuna rahmatulloh. Ular Allohning rahmatini umid qiladiganlardir deydi. Ya'ni hajar degan taraku Makka va ashairahum urug' tuqqanlari, mahall ko'ylari, shu diyorini tashlab Ama ya da innellezine amenu vellezine haceru da ellezine işkıtın tekrarladı. Peki ellezine vellezine cahadu demedi işte ama. Ya da bunda işkıtın tekrarlaşta bu hicretin alayda ayrım bir nasikirliğini gösteriyor. Demek iman etişme bu alayda bir nima bu. Çoğun eş. Hicret kılışımı aşında bir ayrım bir çoğun bir iş yani. Alayda bunun az isim mevsulunu ya ki ellezine ayrım ekiliş gerektikidek manda bir nasikirlik bunda şanını götürüşünü bildirdi. Valla vaqfa alayhi. Çünkü bu gapda tugmaydigan innallazina amanu vallazina hajaru va jahadu fi sabilillah deb to'xtab qolsa gap yerim bo'lib qoldi. Nima uchun ulayka yarjuna rahmatulloh degan bu innaning xabari. Ismi allazina amanu vallazina hajaru degan. Qila man raja talaba va man khafa haraba. Mandami deyilibdan bunda bir hikmatli so'z ekan. Umid qilgan, arzu qilgan kishi talab qiladi, izlaydi, qo'rqqa odam qochadi. Vallohu g'afurur rahim. Alloh g'afurdur, rahimdir dedi. Savolga javob chiqdi. Ya şunu cevap verdim bundan. Hayır bu ayet şunun fikrini qilgan ish bilmoqchi bo'lganimizga javob bo'ldi. Innallazina amanu vallazina hajaru va jahadu fi sabilillah ulayka yarjuna rahmatulloh dedi. Yani bular bizga mushu Alloh taolo mush ishimizga, mush jihadimizga savob bersin ekan. Xatoligimiz bilan mush savoblarimiz yo'lib ketmasa ekan deb arzu qilyapti. Yani Alloh g'afurur rahim deganlikka hozir. Hazil aya aslini bildirdi. Ha, unga inşallah sizga savobdan mahrum qolmaysizlar degan. Lekin o'chikdimi-da? Chataq yo'q deyapti. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.